Mana shu stolda insonlar aybingni tan ol degan baqiriqqa qarshi turishga urinishgan. Bu so'roqxonalar haqiqatni emas, qurbonlarni yaratgan. Hozir biz turgan joyda bir zamonlar hayot va o'lim orasida son sanaganlar bo'lgan. Tarix hali ham shivirlaydi. Tinglab ko'ring. Bu stol atrofida minglab insonlar oxirgi umidini yo'qotgan. Bu yerda aytilgan har bir jumla qiynoq, har bir sukut o'lim hukmi bo'lgan. Farg'ona shahrida mana shunday tirik muzey bor. Bu videoda ushbu muzey haqida to'xtalamiz. Sizga mana shunday qiziqarli kontentlarni yana tayyorlashimiz uchun videoga like bosib qo'ying. 1916-yildan boshlab 1989-yilgacha sobiq SSSR tomonidan mustamlaka mamlakatlar xalqlari, xususan o'zbekistonlik insonlarga qarshi olib borilgan qatag'on siyosati voqealari bu yerda qayta tasvirlangan. Shu yillari o'zbek xalqi 100 minglab qurbonlarni yo'qotdi. Oilasiz qolgan bolalar, bahorday umri o'kilgan ziyolilar, xalq dushmani degan tamg'a bilan suvga tashlangan orzu va umidlar. Yoshlar bu yerga kelib bir narsani anglab chiqish lozim. Bugungi tinchlik o'zi kelgan sovg'a emas. Uning ortida siniq qalblar, yo'qolgan umrlar va millat uchun jonini bergan insonlar turibdi. Video yoqqan bo'lsa, tarixga qiziqadigan do'stlaringizga yuboring va bizga obuna bo'lishni unutmang.